Assalomu alaykum xalqim, birodarlar, avlodlarim. Mening armonlarim ko'p edi. Xalqimga xizmat qilib, yanama ko'p she'rlarni yozg'im botdi. Xap, mono kesal og'riqning adivining o'ti o'tqinini qara. Avlodlarim, biz ig'ir zamonda yashadik. Bugun hamma narsa talto'kis. O'zligimizni, o'zimizni saqlab qilishga bor mumkinchilik bor. Shunlashqa ajdodlardan tavarruk qolgan tariximizni, madaniyatimizni, ona tilimizni sizlarga omonat qildik. İltimos, borimizni qadrlanglar. Unutmanglar.